Bizda navbatdagi misol 5-misol berilgan ekan. Mana tenglik o'rinli bo'lsa 48 ham 64 ga teng bo'lsa deyapti. Endi m orqali ifodalang. Juda ham prosta savolchi. Logaritm bilan ishlasa ham bo'ladi. Oson usullar o'taman sizga. Mana so'ch olish kerak edi mana narsani. 48 hamni biza 16 ko'paytirilgan, 16 ham ko'paytirilgan 3 ta ham deb yozsak, daraja xossasidan bu 48 ta hamni beradi. 64 ni 2 ni 6-chi deb yozib olishimiz mumkin. Endi 16 hamni ham so'ch olsak bo'ladi-da. 2 ni 4-chi desak, 2 ning 4 ta m'inchisi ko'paytirilgan 3 ning m'inchisi tenglik 2 ning 6-chisiga deb yozsak bo'lar ekan. Endi mana buni ishlatamiz-da. 2 ni o'rniga 3 ni n'chisini olib kelib qo'yamiz. Mana 2 ni o'rniga 3 ni n'chisini olib keladigan bo'lsak, 3 ning n'chisini 4 ta m'inchisi bo'lyapti bu yerda. Tak, 3 ning n'chisini 4 ta m'inchisi bo'lyapti. Bunisi tomon ko'paytirilgan 3 ning m'inchisi mana 2 ni o'rniga 3 ning n'chisini olib kelib qo'yamiz. 3 ning n'chisini 6-chi darajasi bo'lyapti. Endi bular ko'paytirilar edi. 3 ning 12 ta m'inchisi, 3 ning 12 ta m'inchisi. Yo'q, 12 ta, 12 ta emas, mana bu 4 ku. Ming bor uzr, 3 ning 4 ta m'inchisi. Xayolni mana ham 3 deb olib ketyapman-da. Ko'paytirilgan 3 ning m'inchisi teng ekan 3 ning 6 n'chisiga. Bizda asos bir xil tashlab yuborsak bo'ladi. Ko'paytirilganda darajalar qo'shilar edi. 4 ta m plyusdan m teng bo'lar ekan 6 ta n ga. Bu yerdan bizdan nima so'ralmoqda? N ni m orqali ifodalang. Demak, bu yerdan n topib olishimiz kerak edi. M ni chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerdan n ni chiqarib olmaylik, mana shu yerdan tinchgina mana uni n o'zini qoldiramiz bu tomonga 6 ta n. Mana uni ayirish qilib olib o'tadigan bo'lsak, minusdan 4 ta m bo'ladi. Bu yerdan endi 2 ta n ni chiqarib oladigan bo'lsak, 3 ayrilgan m taqsim bu tomonda bitta m qolar ekanda. Endi mana bo'lish bo'lib o'tadigan bo'lsa, m teng bo'lyapti bizada 2 3 minusdan m teng ekan n ga. Bu tushunarli bo'ldi menimcha. Bitta soddalashtirish ishlari bu yerda. Javobimiz qaysi kaliti ekan endi? 6 minusdan 4 ta m. Mana yerda ikkitasi ham bor-ku mana. Ko'paytirganimizda 4 ta n ni beradi mana bu qaytib. Mana yerda ikkicha bo'lar ekan. Bu n tenglik. Mana shuni qaytib yozadigan bo'lsak, m taqsimda 6 minusdan 4 ta m bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Eng oson usul bilan ishlab berdim. Logaritm bilan ham chiqardi. Atak ozgina murakkab bo'lar edi. Javobimiz mana B kaliti turibdi. Endi 6-savol, buni bitta irratsionallikdan qutqarish kerak. Mana uni bitta qavs, mana uni bitta ifoda deb oladigan bo'lsak, mana a kvadrat minus b kvadrat formulasini tashlasak, bu chiqadi o'sha. Mana shuni plyusligiga ilzosi 6 plyusdan 1 plyusdan ilzosi 7 ga ko'paytirib yuborishimiz kerak ekan. Endi mana uni qavs deb olamiz-da. Boshqa ilojimiz yo'q. Birinchi mahrajni yozib oladigan bo'lsak, ilzosida 6 plyusdan 1 ning kvadrati ayrilgan 7 bo'ladi mahrajimiz. Suratni erinmasdan ochib chiqish kerak. Ya'ni mana bu bilan buni, bu bilan buni ko'paytirib, keyin minus 1 bilan buni, minus 1 bilan mana ikkinchisini ko'paytirib mahrajga olishimiz kerak, suratga olishimiz kerak ekan. Endi ilzosida 6 larni ko'paytirsak, diqqat bilan qarang, mana birinchi ifodani bajaryapmiz. 6 bo'lar ekan, plyusdan ilzosida 6 plyusdan maydaroq yozaman ko'rinarli bo'lishi uchun 42, keyin plyusdan ilzosi 7 ekan. Joyimiz kam ekanda bu yerda. Mana shuni pastdan yozaylik shuni. Buni o'chirib tashlab, вообще kerak emas вообще. Mahrajimiz bizda nima edi? Ilzosida mana katta qilib tushunarli qilib yozaman sizlarga. Bu
plyusdan ildiz ostida 6 plus 1ning kvadrati ayrilgan 7 ekan. Endi suratni yozib tashlaymiz tepaga uzun qilib. Bu 6 bo'lar ekan. Bu bilan 1 ko'paysa ildiz ostida yana 6 plyusdan ildiz ostida 42. Keyin yana bitta plyusdan ildiz ostida 7 ekan. Birinchisi ko'paydi. Buni endi ikkinchisi bilan ko'paytirish kerak. Ildiz ostida 7 bilan ko'paytirsak plyusdan ildiz ostida 42 plyusdan 7 bo'lar ekan. Va nihoyat ikkinchi qavosga yetib keldik. Minusdan ildiz ostida 6 minusdan 1. Bu bilan buni ko'paytiradigan bo'lsak minusdan ildiz ostida 7 bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Endi qisqartira olamiz bu yerda. Bu bilan bu qisqarar ekan. Ildiz ostida 6larimiz ham qisqarib ketar ekan. 7 bilan bu qisqarsa bu yerda 6 bor, 12. Bizda qolgan narsalarimiz 12 plyusdan 2 ildiz ostida 42 qoldi tepadan. Mahrajimizni mana buni ochadigan bo'lsak, 6 a kvadrat plyusdan 2ab plyusdan b kvadrat bu formulani yosh bola ham biladi. O'shanga asoslanib yoyib olamiz. Plyusdan 2 ta ildiz ostida 6 plyusdan 1 ayrilgan 7. Mana buni qo'shsak 6 ga 7 bo'ladi. Bular qisqarib ketar ekan. Mahrajimizda 2 ildiz ostida 6 qolyapti. 2 ildiz ostida 6 qolganligini ko'rishingiz mumkin. Mana 2 bilan qisqartirib yuborsak nima hosil bo'ladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, buni qisqartirib yubordik. Bu yoqda 6 qoladi. Bu yoqda hech bola qolmaydi. Chunki 2 ni 2 ga bo'lsak 1, mana 1 ni yozib qo'yishimiz ham mumkin kerak bo'lsa. Atak kerak emas bu narsa. Menimcha bu tushunarli bo'ldi. Yosh bola ham bilish kerak buni. Buni ildiz ostida 6 ni chiqarib oladigan bo'lsak, mana bu klassida ham ildiz ostida 6 bor. Ildiz ostida 6 plyusdan ildiz ostida 7 taqsimda ildiz ostida 6 bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Eng oson usuli o'sha irratsionaldan qutqarib ishlash kerak buni.